Hammaga salom do'stlar. Mobile.uz kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz hammamizni qiziqtiradigan mavzuni ko'rib chiqamiz. Pulga nisbatan eng yuqori qiymatni beruvchi smartfonlar. Agar byudjetingiz 2 million so'm atrofida bo'lsa, bozorda qaysi smartfonlar chindan ham e'tiborga loyiq? Men siz uchun eng yangi ma'lumotlar asosida 5-o'rindan 1-o'ringacha bo'lgan top 5 talikni tayyorladim. Qani unda boshlaymiz. Aytgancha do'stlar, bu ro'yxatdagi smartfonlarning narxi xotira turiga qarab farq qiladi, ya'ni 2 million so'mdan 2,5 million so'mgacha. 5-o'rinni Janubiy Koreya giganti Samsung Galaxy A16 Turkiya egalladi. Bu telefonning narxi O'zbekiston bozorida taxminan 2 million so'mdan boshlanadi. Nega 5-o'rin? Bu telefonni reytingimizga olib kirgan asosiy sabab uning Super AMOLED displeyi, 607 dyuymli ekrani va 90 Hz yangilanish tezligida ishlashi. Bu esa shu narxdagi ko'pgina raqiblardagi oddiy IPS ekranlarda ancha jonli va yorqin tasvir beradi. Uning 50 megapiksel asosiy kamerasi bor. Yorug'lik sharoiti yaxshi bo'lganda ajoyib suratlar ola oladi. Batareya quvvati esa 5000 mAh ga teng. Bu bir kunlik foydalanish uchun yetarli. Old kamera 13 megapiksel. 4-o'ringa yetib keldik. Bu Honor X7D 4G. Ushbu smartfonning narxi O'zbekistonda 2 million so'mdan 2,5 million so'mgacha. Narx byudjetdan biroz yuqoriroq, lekin xususiyatlari buning evazini qoplaydi. Nima uchun ajralib turadi? Honor X7D katta va quvvatli batareyasi bilan e'tiborni tortadi. Naq 6,5 mAh batareya. Bu deyarli 2 kunlik ishlash degani. Bundan tashqari u 35 vatt tez zaryadlashni qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, uning asosiy kamerasi 108 megapiksel ruxsatga ega. Bu shu narx segmentida deyarli barcha uchramaydigan ko'rsatkich. Fotosuratlarni kattalashtirganda ham detallar tiniqligicha saqlanib qoladi. U Qualcomm Snapdragon 685 protsessorda ishlaydi. O'rtacha o'yinlar va kundalik vazifalar uchun juda samarali chip. Agar sizga maksimal batareya quvvati va yuqori ruxsatli kamera kerak bo'lsa, Honor X7D ayni muddao. Kuchli uchlikni Samsung Galaxy A17 Turkiya ochib beradi. Narxi O'zbekiston bozorida 2 million so'mdan boshlanadi. Nega A16 dan yaxshiroq? A17 o'zining avvalgi A16sining eng yangi xususiyatlarini saqlab qolgan. 607 dyuymli Super AMOLED 90 Hz displey va 5000 mAh batareya. Ammo u yangilangan Exynos 1330 protsessorga ega bo'lib, bu ish faoliyatini sezilarli darajada oshirdi. Eng muhimi, u 25 vatt zaryadlash funksiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa odatdagi tez to'ldirish imkonini beradi. Old kamerasi ham 13 megapiksel. Bundan tashqari u IP elektr darajasi, suv va changdan himoyaga ega. Bu byudjet segmenti uchun juda muhim ustunlik. 2-o'rinni Redmi 15 Turkiya egallaydi. Narxi 2 million so'mdan boshlanadi. Bu bizning byudjetimizga juda mos keladigan arzon taklif. Redmi 15 ni bu ro'yxatga kiritishimizga asosiy sabab uning fantastik 7000 mAh batareyasi. Bu shunchaki rekord ko'rsatkich. Uzluksiz ishlashni xohlaydiganlar uchun ideal. 33 vatt turbo zaryadlash ham mavjud. Uning yuragida Snapdragon 685 protsessor ishlaydi. Bu Redmi 15 ni Honor X7D bilan bir xil darajaga olib chiqadi. Va nihoyat bizning top 5ligimizning g'olibi Poco M7. O'zbekistondagi narxi 2 million so'mdan boshlanadi. Chunki Poco M7 shu narx oralig'ida eng muvozanatli va kuchli xususiyatlar to'plamini taklif qiladi. Poco M7da nafaqat katta 609 dyuymli IPS displey, balki u aqlvori qilmas 144 Hz yangilanish tezligiga ega. Poco M7 tasvirni juda ravon qilib beradi. Bu flagman darajasidagi ekrandir. Yaxshilangan dasturiy ta'minot. Poco M7 yangi HyperOS 2 tizimida ishlaydi. Bu esa tizimni optimallashtirish va tezlikni ta'minlashda Redmi 15 ning eskiroq tizimlaridan ustun turadi. Shuningdek, u Google Gemini kabi sun'iy intellekt funksiyalarini qo'llab-quvvatlaydi. Xotira va tezlik. Poco M7da virtual RAM funksiyasi 16 GB gacha kengayadi. Bu ko'p vazifalarni bajarishda ajoyib natija beradi. Redmi 15 bilan bir xil Snapdragon 685 protsessorga, 50 megapiksel asosiy kameraga va gigant 7000 mAh batareyaga, shuningdek 33 vatt tez zaryadlashga ega. Barcha eng yaxshi xususiyatlar bir joyda. Mana azizlar, 2 million so'm atrofidagi eng kuchli beshlik. Har bir smartfonning o'ziga xos xususiyati bor. Bu narxlar hamma joyda har xil, lekin asosiy eng kichkina xotiradan, lekin bu yerdagi barcha telefon eng kichkina xotirasi 2 million so'mdan boshlanadi va toki 2,5 million so'mgacha davom etadi. Siz qaysi birini tanlaysiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.